Ona bor dunyoda yashash boshqacha. Onaning ta'rifi yu mehri boshqacha. Kirsa hamki 90-100 yoshgacha, ona bor dunyoda yashash boshqacha. Assalomu alaykum aziz bizni kuzatuvchi ashadiy muxlislarimiz. Assalomu alaykum aziz do'stlar. Mana bugun biz Jamolobod mahallasida superdamiz. Albatta xonadon farishtasi, jami aka-ukalar, yaqin qonu qarindoshlar, jiyanlarning suyukli xolajon va ammajonisini tabriklash maqsadida, Munira xolani tabriklash maqsadida Burxonamak xonadoniga tashrif buyurdik. Albatta bugungi tabrikimizni jiyanlari nomidan, aka-ukalari nomidan tayyorladik va albatta siz azizlar bilan baham ko'ramiz. Tayyor bo'lsangiz, biz tayyormiz. Qani ketdik. Assalomu alaykum aziz mehmonlar. Assalomu alaykum xolajon va opajonlar. Aziz va munis onajonlarimiz. Mana bugun Burxonamak xonadonida xonadon farishtasi, xonadon duogo'yi, albatta mushku ambari, bugun Munira xolaning tug'ilgan kunlari, shukrona kunlari bilan siz azizlar bilan didorlashib turibmiz. Albatta qo'llarimiz bo'sh bo'lsa agar Munira xola uchun bitta guldiroz qarsak chalamiz, oldimizga taklif etamiz. Marhamat. Biz sizni jami aka-ukalaringiz, opa-singillaringiz, jiyanlaringiz nomidan tabriklaymiz. Kelgunimizcha aytilarki, men so'radimda ulardan nima deb tabriklay desam aytilarki, shu 7 ta qizlari orasida shu bitta xolajonim onalar Xudo rahmatli buvijonimga o'xshaydilar. Shuning uchun mana biz aka-ukalar, opa-singillar shu singlimiz ruxsorida, shu singlimiz nurida onajonimiz nurlarini ko'ramiz. Va bizning nomimizdan yetkazinki, sog'inchdan dil ketganida tirnalib. Shu she'rimni bitdim sizga iymanib, onam o'tgach qoldim sizga bog'lanib, opa sizni onam desam maylimi? Sizni ko'rsam, ko'rgandek bo'laman quyoshimni. Ko'ksingizga boskim kelar boshimni, bildirmasdan artaman ko'z yoshimni, opa sizni onam desam maylimi deb sizni tabriklab qoladilar, albatta opa-singillar, aka-ukalar nomidan. Va albatta bugun sizni jami jiyanlaringiz, jigar go'shalaringiz, farzandlaringiz nomidan uzoqdan turib tabriklovchi jiyanlaringiz nomidan sizni tabriklaymiz. Bizni oilamizda mehribon kishimiz, har kuni bizni duolari bilan yuqlaydigan ammajon va xolajonimiz, dunyo boricha turinglar. Albatta pochamiz bilan, Burxonamak bilan qo'sha qarib qarilik davrini ko'rib, boshimizga soyabon bo'lishlarini Xudodan so'rab qolamiz. Va albatta amajonimiz, xolajonimiz uchun yetkazingki, ishlarim yurishib ketsa galma-gal. Kamlarim, g'amlarim butsa butun hal, dunyoni bir chetga qo'yib eng avval onamni Makkaga olib boraman. Kaftidan qadog'i ketmagan hamon, men nodon qadriga yetmagan hamon, mehrimga hech davo etmagan hamon, onamni Makkaga olib boraman. Qo'yganman ko'nglimni ko'ngliga solib, orzuyim o'shalmay ketmasa qolib, yo'l bo'yi ortimga orqalab olib, onamni Makkaga olib boraman. Men yomon, u yaxshi ko'rgani haqqi, bormasam kelib bor so'rgani haqqi, jonidan menga jon bergani haqqi, onamni Makkaga olib boraman. Albatta Munira xola yana bir bora bugungi shukrona kuningiz bilan sizni tabriklaymiz. Endi aziz mehmonlar, bugun bilamizki bugungi mehmonlarimiz ham tojik ham o'zbek tilida gapiradilar. Ijozat so'rab bugungi xolajonimizni o'z ona tillarida tabriklasak, albatta shuma imroz az nomi jiyanhoyi azizaton, az nomi barodaru xoharonaton, az nomi dodaronaton tabrik میگویم. گفتن که در چهره رخسارشان
انا همون خدا رحمتی روی مادرم رو میبینیم. هم تو بینیم اگر مادرم دیدگی برای ما هیچ وقت گم نکردگی برای میشویم. تا دنیا باشد همیشه سری ما به سایبان شده گردن. دو دیده ای غمگسار دارد خواهر، بوی وطن و دیار دارد خواهر. چشمش پری آب است و دیداری گسل، صبح است که صد بهار دارد خواهر. خواهر عزیز ما چقدره که از ما دورم باشن اگر خبر گیره که ما هر بار تلفن کرده زنگ زده باشدم از حال احوال ما خبر میگیرم. همه جیان ها چقدره که شما تعریف کردن، از تعریفش ما خرسند شدم. چون که میگوین اما جان کسی ناسان میگوین خاله جان ما همیشه در بر ما هستند. در روز خرسندی، در روز بد شدگی شب نه، هر بار ما با تلفن کرده زنگ زده ما را از حال و احوال ما خبر میگیرن. دوست میداریم. درس ببینیم شما. خداشان برسانید که از مابین همین تابا جان و اما جان ها همین عمه ما و مهرم ها دیگر خیلی وقت خداشان ما گفته مانید دیگه دیگرشان خفن نشوند. گفته جیان هایتون اناقین تعریف کردن شما را. همه خیلی در سری فرزند ها سایبان شده گردید. من چندین سالها باز کسبی از همه پرشرفترین معلم آموزگار شده در مکتب 54 کار کرده ایستاده. بگذار همیشه مانند امروز دسترخوانتان پر از مهمان ها باشد و شما را تبریک کردن نصیب کند. حاضر برای شما از نام جیان هایتان، از نام تمام نزدیکانتان در روی دنیا از همه کتابی قیمت بهاترین که با نام کتاب قرآن است. بوده گلدراز خرسک چنم از دنیا این قیمت بها کتاب را تقدیم می‌کنم. مرحبا. گل‌های زیبا مانند خداوند گلدسته زیبا را تیار کرده آمده. مبارک باشد. تحقیرات کلانتری عکس‌های زیبا و خاطرنامه برای شما. مبارک باشد. تبریک لیدست. قربان کنید مبارک باشد. Mana bugun bizning xonadonimizga onasi bilan turmush qurganimizda 42 bo'ldi. 45 yil juda ham uzoq surat.
Tüm keyindan beri bununla yaşayırgarım menen demek bir kirpke arıqlı ekanman. Qattiq yomoq degani da bu. 45 yillik umrda ikkalamiz birgalikka yaxshilik kunlarimiz bo'ldi, yomonlik kunlarimiz bo'ldi, xursandchilik kunlarimiz bo'ldi. Xudoga shukr. Og'alikda olib kelib yomon chiqqanman. Bir o'zini olib keldimda olib taxt qo'ydim. 5 ta farzandni onasi, 20 ga yaqin nevarani onasi. Dunyoda eng baxtli inson kim? Eng badavlat inson kim? Farzandi borlar, nevarasi borlar-da. Badavlat odam deb o'sha kishini aytish mumkin. Lekin men alaqman, og'alikda uylandim. Keldilar uylanishim mumkin. Lekin ko'ngil qurri yaqat hotda. Men oilamga hurmat qilaman. Oila mehrli, muhabbatli. Farzandlarga, menga izzatli, hurmatli. Men mana shu kunlarga faqat uzoq umr tilayman. Hammasi orqamda qolsin. Baxt tilayman. Mayli qanchalik bo'lsa qarib yuraylik. Shu kunamda nima orzusi bo'lsa, nima niyati bo'lsa, nima maqsadi bo'lsa, nima istagi bo'lsa, Alloh taolodan ijobat bo'lsin. Sizlar xush kelibsizlar. Bizlar xursandchiligimiz kerak bo'lib. Hammalaring sizlarning oilalaringga sihat salomatlik tilayman. Hammaga oilaga baxt tilayman. Katta rahmat. Rahmat. Rahmat, sizga tashakkur deymiz. Burxonamak xonadoningizda ana shunaqa chiroyli kunlar, unutilmas oqshomlar, tarixiy kunlar hamisha bo'lsin, kelib sizlarni tabriklash nasib aylasin. Hozir mana bu yerda albatta mehmonlar bor. Aziz xolajonlar shu yerda tashrif buyurishgan. Bugun singillarini yaxshi kunlarida tabriklab, yaxshi niyatlarini yetkazadi. Marhamat. باز یک بار دیگر السلام علیکم مهمانان، همدیاران عزیز. من امروز روزی زادروز خواهرم مانیروایی بوده است. مانیروایی به 65 در آمده امروز. میخواهم باز 65 دیگر عمر رو بیند و سری ما سلامت باشد. اولا بار از نام خودم، از نام اهل آیله ما، از نام کلن ها، جیان ها، همه اهل آیله اولوکلوفا و این آیله عمر دراز، صحت سلامتی خواهانم. میخواهم که دائما صحت سلامت باشند و خوش پیر شوند. حضور نبره ایباره چهوره همش بینم. چی بگم؟ دعایت میکنم فرخنده باشید. همیشه بر سر ما صحت و سلامت باشید. Tashakkur muallima aziz. Marhamat Shahloviy az nomi tamomi avlodi Obloqulov suxanhoy tabrikotiro merasonam. Marhamat. تشکرهای زیاد. مادر بجان برابر مادر. دوباره به کس نشد میسر مادر. نه خواهر نه دادر بجای مادر. آینه ای پیشی چشمی آوان مادر. السلام علیکم پدر مادر، خواهر و برادران عزیز. اجازه دید من شخصا از نام خودم و از نام اهل آیلم، از راه دور، از نام فرخنده آیتیم، از نام نظیره، از نام زرنگ زایتیم خاله عزیزم را با امروزه روزی زادروزشان از صمیم قلبی جوانیمون تبریک گفته با خاله جانم عمری دراز، رزق و فراز، صحتی و سلامتی خواهانم. خاله جان میخواهم همه وقت به مانند قله های سربلند اهالی سربلند باشد و هیچگاه درد و غم دنیا را نبینید. مبارک باد روزی زادروزت. بخواهم عمری فیروزت فراموش ناپذیر باشد همه روزت چنین روزت. خاله جان باز یک جیانک عزیزتان گلشد آیتیم نیست از راه دور و شهر اسرائیل شما را نیز تبریک کرده و شما صحتی و سلامتی را خواهانم. تشکرهای زیاد. Rahmat Shahloviy, muborak bo'lsin ro'zi xursandlik.
Endi esa bugungi bazmimiz davom etadi. Yana bugungi Munira xolamizni tabriklash maqsadida xolqishiga ammadan yaxshi niyatlarni eshitamiz. Marhamat. Assalomu alaykum aziz Yaqinroq usta. Mana shu bugun shu yerda yangi jonimda tug'ilgan kuni ekan chin qalbimdan tabriklayman. Sizga oilaviy baxt tilayman. Akam bilan fursat qaring. Nevaralaringizni huzurini ko'ring, farzandlaringizni huzurini ko'ring. Hamisha zerikkan vaqtingiz mana shu davradagi odamlarday shunday dastur bo'lganda kulib o'ynab yashab yuring. Sog' bo'ling, salomat bo'ling. Men sizni yanga emas, yana jonim. Sizlarga kirib akam bilan fursat qaring, hoja bilan hoja bobo bo'lib yuringlar. Kulib mushaqqa ko'zini kechirasiz, onajonim. Hammalari sog'liqda kelaversin. Rahmat deymiz. Bu quvonch ko'z yoshlari albatta shunaqangi yaxshi kunlarda birgalikda bo'lish nasib aylasin. Hozir Murod Qulamat Robat san'at taklifini qilamiz. Xanhoy tabrikotiri azami oilashon tamkinaman bekishmoyam. Doni xoharman nazik taristi Xanhoy tabrikotiri merasini marhamat. Assalomu alaykum. Hammaga assalomu alaykum. Shunday qarasam, enamni ko'rgandek bo'laman. 7 ta opalarim bor. Eng enamga o'xshaydigan ana shu kishi. Salomat bo'ling. Menga shunday onamdan qolgan ne'matlar. Salomat bo'ling. Sog' bo'ling. Ham qo'sha qadrchi pocho bilan nevaralarini huzurini ko'rib ko'p yashang. Mana yana bittasi, mana yana bittasi. Bu kishini ko'rdim, bu kishini. Yana ko'radim. Opajonlarim, rahmatlar. Ko'p yashanglar, salomat bo'linglar. Rahmat, Murod Qulamat, tamkinaman marhamat. Salvador Echeniya Doreniyat hukumarasi. Endi esa Munira xolam farzandlaringiz siz uchun yaxshi niyatlari bor ekan, albatta ularni ham eshitamiz, keyin birgalikda bugungi shirinlikimizni kesamiz, tanovvullaymiz. Marhamat. Avvalambor assalomu alaykum. Hammalaringiz xush kelibsizlar. Bejonim nima deyingina shu hayajondaman. Allohim yuzlarga kirib yuring, hammamizni baxtimizga sog' bo'ling. Bolalarimizni to'y qilsak bosh bo'ling. Nima niyat qilgan bo'lsangiz niyatingizga yeting, xochona bo'lib yuring. Sizni yaxshi ko'ramiz, dunyo turguncha turing. Kimlar uchun yuksaklarga parvoz etgan zo'rman men. Lekin ular bilmaydilar, hali hamon durman men. Yonimdagi jannatimni ko'rolmagan ko'rman men. Chin manzilim yonimdadir, uzoqlarni ko'zlabman. Yonginangda yuribman, qariganing sezmabman. Oylar o'tar, yillar o'tar, lekin onai zor nima bersa yutarkan. Qariganda oshqozonga non ham qattiq botarkan. Yumshoq nonni qandga qo'shib qaymoq bilan bermabman. Yonginangda yuribman, qariganing sezmabman. Dunyoga keltiribsan, oq yo'q oq tarabsan. Umri uzoq bo'lsin deb yaratgandan so'rabsan. O'ylabman, kulibman, zerikmabman, bezmabman. Yonginangda yuribman, qariganing sezmabman. Ona bugun uzoq yig'ladim. Yonimdasiz, mehringiz yaqin. Onajonim, sizga yaratgandan uzoq umr so'radim.
avvalambor xush kelibsizlar. Birjon, tug'ilgan kuningiz muborak bo'lsin. Mana shunday yoshlarni yana bir nechtasini ko'rib yurish nasib etsin. Dadajonim bilan qo'sha qarib bizlarni orzu havaslarimizni, baxt kamolimizni ko'rib yurish sizga hamma vaqt nasib etsin. Shu borada sizlarga ham katta rahmat aytaman. Shunchalik hurmat, izzat qilib, shunchalik shunchalik kelganlaringiz uchun katta rahmat sizlarga. Assalomu alaykum, hurmatli mehmonlar. Men bugun onajonimga birovni qalamiga mos she'rni emas, o'zim yozgan, eshitgan taqdirlar haqida onasiga atagan hislarini she'r qilib yozganman. Ona meni kechiring. Tentakcha bir sho'x, quvnoq farzandingiz kechiring. Dilingiz og'ritgan bo'lsam, qalbingizdan o'chiring. Boshim tegdi devorga, qadringizni bilyapman. Onajonim, jon onam, meni kechiring onam. Qancha qo'pol gapir, hurmatingiz qilmadim, buni endi angladim. Ona meni kechiring. Qalbingizdagi yara men sabab bo'lgan axir. Pushaymonman bulardan, ona meni kechiring. Nohaqni to'g'ri bilib, roq so'zingiz eshitmay, daydi farzandingiz kechir. Noto'g'rini to'g'ri deb, nohalolni halol deb, kaftan berilgan rosa farzandingiz kechiring. Pul topay deb yiroqqa qul bo'ldim, qarang endi. Netayu holim shu ekan, farzandingiz kechiring. Og'uda ko'p urildim, berildim, ayollardan ortmadim, bir gul uzatmadim. Farzandingiz kechiring. Negiz kelyapti deb bir og'iz so'ramabman. Men asal degan mahal senchi neni kemirding. Qarang sochlaringiz bo'zdek oqarib ham ketibdi. Yuragingiz kasal bo'lib yotib qolibsiz. Keling, ne holingni ne deb so'ramang. Yurgan bolangni kechir. Izsiz shu yoshligim besamar o'tib ketdi. Qo'llakda endi ruhim, ona farzanding kechir. O'lib qolsam qo'llikda, duch kelsam gar Allohga, qanday javob berayin, ona farzanding kechir. Do'zaxda kuyar bo'ldim, diydor qiyomat qoldi. Ona faqat iltimos noshud farzanding kechir. Onajon, shu yoshga yetganimcha sen noto'g'ri gapirib qo'ygan bo'lsam meni kechir. Sizni og'ritgan bo'lsam afsusdaman. Jonim tug'ilgan kuningiz bilan tabriklayman. Dadajonim qo'sha qarib, ularni juvonib bo'ling, nevaralaringiz baxtiga sog' bo'ling, kelinaringiz baxtiga sog' bo'ling. Nimaga niyat qilgan bo'lsangiz, niyatingizga yeting deyjon. Rahmat, tashakkur deymiz. Shukrona kuningiz muborak bo'lsin. Sizlarga kerak. Sizni juda yaxshi ko'raman, onajon. Onajon, sizni tabriklayman. Yuzlarga keng. Bolalar baxtiga sog' bo'ling. Endi esa birgalikda shirin tortni kesamiz. Undan tanovvullaymiz. Marhamat, shirinlikni Munira xolamiz oldiga yaqinroq olib kelamiz. Marhamat. Shukrona kuningiz muborak bo'lsin.
Endi esa aziz mehmonlar, sho'x qo'shiqlar bizdan raqsga tushib, bugungi xursandchiligimizni davom ettirish sizlardan. Marhamat, sho'x qo'shiqlarni sizlar uchun tayyorlab kelgan.
گفتیم آمد باشی عشقم دنیا موزیکه بیاد به تو هاشم آسومی ردیسم شای تو قوا تایید عزیزم جگر من سر من شب و بیا سوی من دنیای من دلبر من با به پوشل شبهای من جگر من سر من شب و بیا سوی من دنیای من دلبر من با به پوشل شبهای من mayda da bor pizza baxting ana shu kishidayman bo'laman hamma shuni shofir ekan shu hurmatli qilishni uzatdinglar undan ne egasi men qo'ldan tushib ketmasa-da olib pocho yo'q Bismillah, xolis niyatim hamroh nasib aylasa Alloh onam hoji qilaman otam hoji qilaman borligimga sababim mehri ko'nglim tarafim farzim qarzim sharafim onam hoji qilaman otam hoji qilaman jannat onam poyida otamning duoyida menga eng ulug' foyda onam hoji qilaman otam hoji qilaman onam mening jannatim kalitisiz otam mening yelkamda qanotimsiz onam mening jannatim kalitisiz otam mening yelkamda qanotimsiz armon belim sindirib yelkam uzra mindirib Ka'bani aylantirib onam hoji qilaman otam hoji qilaman dunyodagi ishim shu bolalik xohishim shu eng shirin tashvishim shu onam hoji qilaman otam hoji qilaman jannat onam poyida otamning duoyida menga eng ulug' foyda onam hoji qilaman otam hoji qilaman onam mening jannatim kalitisiz otam mening yelkamda qanotimsiz onam mening jannatim kalitisiz otam mening yelkamda qanotimsiz shu o'y tark etmas meni bu fursat kutmas meni tavof qilib Makkani onam hoji qilaman otam hoji qilaman barcha g'amlardan kechib yelka qo'llarim quchib kaftida zamzam ichib onam hoji qilaman otam hoji qilaman
جشن زاد روز شما، در زندگی خوب و خوشترین روز شما. دوستان شما جمع شده در پهلویتان، شادن از آن که روز فیروز شما. دوستان شما جمع شده در پهلویتان، شادند از آن که روز فیروز شما. شادند از آن که روز فیروز شما. زاد روز برایتان مبارک مبارک، شادی همه جهان مبارک مبارک. عالم همه در نظر چی زیباست چی زیباست، این روزی نکویتان مبارک مبارک. دل شادم از غم همه آزادم، مایان همه دل شادم از غم همه آزادم. تبریک شما گویم از بزم و طرب شادم، تبریک شما گویم از بزم و طرب شادم. زاد روز برایتان مبارک مبارک، شادی همه جهان مبارک مبارک. عالم همه در نظر چی زیباست چی زیباست، این روزی نکویتان مبارک.